buzildi. Aniqroq qilib aytganda, Eron tomonidan qo'llab-quvvatlanuvchi Livanning Hizbulloh guruhi payshanba kuni erta tongda AQSh va Eron o'rtasidagi sulhning buzilishiga javoban Isroilga raketa zarbasi berganini e'lon qildi. Dushman tomonidan o't ochishni to'xtatish kelishuvi buzilganiga javoban guruh Livan bilan chegara yaqinidagi Isroilning Manara raketalarini o'qqa tutgan. Bu bo'yicha AFP agentligi Hizbulloh bayonotiga tayanib xabar qilmoqda. Xususan, Hizbulloh chorshanba kuni Isroilning Livan bo'ylab bergan yirik zarbalariga javob qaytarishga haqli ekanini aytgan edi. Isroil 8-aprel kuni Bayrut markazidagi aholi zich yashaydigan savdo va turar joy hududlariga ogohlantirishsiz zarbalar berdi. Oqibatda kamida 254 kishi halok bo'ldi. 1000 dan ortiq odam jarohatlandi. Bu haqda Al Jazeera xabar berdi. Aviahujumlar AQSh va Eron o't ochishni to'xtatishga kelishganidan bir necha soat o'tib amalga oshirildi. Livan sog'liqni saqlash vaziri Rakan Nasriddin mamlakat bo'ylab 100 dan ortiq havo hujumlari uyushtirilganini aytdi. Ammo Isroil hukumatining bildirishiga qaraganda o't ochishni to'xtatish tartibi Livanga taalluqli bo'lmagan. Avvalroq Pentagon rahbari Pit Hegseth AQSh Eron mudofaa sanoatini to'liq yo'q qilishni yakunladi va Tehron endi raketa ishlab chiqara olmaydi degan edi. Qolaversa, AQSh vitse-prezidenti Vance Eronning 10 bandli sulhini ChatGPT yozganini ta'kidlagan. To'liqroq qilib aytganda, birinchi 10 bandli taklif taqdim etilgan edi va ochig'ini aytganda, bizga uni hatto ChatGPT yozgandek tuyuldi. U darhol axlat qutisiga tashlandi va rad etildi. Keyin ancha maqbulroq bo'lgan ikkinchi 10 bandli taklif paydo bo'ldi. U biz bilan pokistonliklar o'rtasidagi muzokaralar asosida ishlab chiqilgan edi. Prezident tilga olgan taklif aynan shu edi. Ammo ochig'ini aytsam, men yana 10 bandli taklifni ham ko'rdim. U birinchisidan ham ko'ra yanada murosasiz talablar bo'lib, turli ijtimoiy tarmoqlarda tarqalmoqda deya bildirgan Vance.